Talab va istaklarga binoan mavsum ozgina o'tib qolsa ham qayta so'raganinglar uchun Dubai House'ga mash'um plashlarimiz, ya'ni dvoyka plashlarimiz ichida ba'zi ko'ynigi ham bor. Paftor ozgina yangicha uslubda ishlangan versiyasi keldi. Ko'rib turganingizdek, 4 xil rasvetkalari bor. Qish faslida to'y sezoni tugadi deyiladi. Yo'q. Alloh taqdiri bitsa, qishda ham to'y bo'ladi. Shaxsan o'zim ham yanvarda turmushga chiqqanman. To'y taraddudini boshlab qo'yganlar, qishda bo'lsa ham to'yni maza qilib o'tkazaman deganlar, aynan mana Xudo xola bo'lib, eshik tagida savlat to'kib turishingiz uchun juda ham chiroyli dvoyka. Qaranglar, buni bemalol kelinga sarposiga solsanglar ham bo'ladi, qudalarga oldi-berdiga ham ketaveradi. Xullas, rasvetkalarimiz ko'rib turganingizdek, 4 xil rasvetkada. Razmerlari 42 dan 48 gacha. Ko'hlikkina ayollarimizga ayni muddao. Bezaklarga endi alohida e'tibor berib qo'yamiz. Qaranglar, bilan chiroyliligini. Shunaqa qo'l ishlari bilan chiroyli gipyurlarni ustiga Swarovski, ya'ni kristal kamishkalar bilan ishlov berilgan. Yenglarini qaranglar, chiroyliligini. Ichini ham ber qilib ozgina mikrofon kelib ketib, shig'irlab ketmadimi? Ba'zi uzun ko'yniklari, mana tagida ham ko'rsataylik. Dvoychikalar maza qilib kiyasiz. Erta bahorda ham shunday kiyishga ham kiyib ketaverasiz. Murojaat uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Dubai House'ga obuna bo'lish